Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun sizlar bilan nervus sistema, ya'ni nerv sistemasini embriologiyasi haqida gaplashamiz. Hozir birinchi nerv sistemasini gaplashamiz. Keyingi yana bitta qismi bor. U head and neck, ya'ni bosh va bo'yin rivojlanishi haqida gaplashamiz. Demak, nerv sistemasi umumiy tuzilishi haqida biz qisqacha tasavvurga ega bo'lamiz. Quyidagi rasm orqali bilib olsak bo'ladi. Demak, nerv sistemasi biz bilamizki, o'z navbatda bosh miyani ham qismlariga ajratib olsak bo'ladi. Yarim sharlar qismi, hamda ichki kapsula qismi, hamda pons miya sopi, miya stvol qismiga iborat bo'ladi. Demak, bu bosh miya. Undan keyin bizda hamda orqa miya, umurtqa pog'onasi kanali ichida orqa miya joylashgan bo'ladi. Spinalniy cord deb ataymiz. Demak, bu orqa miya. O'z navbatda o'ng va chap yarim sharlarda asosida bo'lsa qorinchalar joylashgan bo'ladi. Miyani qorinchalari. Bilamiz, qorinchalar bir juft lateral qorinchalar hamda 3-chi hamda 4-chi qorinchalardan tashkil topgan bo'ladi. Mana bu joy lateral qorinchalar. Markazdorligi esa bazal yadrolar joylashgan bo'ladi. Putamen, globus pallidus. Demak, endi miya stvoliga o'tadigan bo'lsa, miya stvolda midbrain, o'rta miya, pons miya sopi, medulla oblongata, uzunchoq miya o'z navbatda hosil qiladi hamda ponsga birlashgan cerebellum. Ya'ni cerebellum bu o'z navbatda miyacha hisoblanadi. Endi biz bu bosh miya, orqa miyani ko'ndalang kesimini olamiz. Orqa miya haqida ham qisqacha tasavvurga ega bo'lamiz. Orqa miya ko'ndalang kesimda ko'rilganda quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni markazda sentralniy kanal. Mana bu liniya taxminan. Buni oldingi dorsal qismi orqa tomon hamda ventral oldingi qismlardan iborat bo'ladi. Markazda bo'ladigan esa kapalaksimon modda. Ya'ni mana ko'rayotganingiz bu kapalakka o'xshagan modda, kapalaksimon modda tashkil topgan bo'ladi. Bu o'z navbatida kulrang modda, gray matter deyiladi. Atrofi bo'lgan esa white matter, oq moddadan tashkil topgan bo'ladi. Endi o'z navbatida kulrang moddani posterior yoki dorsal horon qismi mavjud bo'ladi. Ya'ni posterior yoki dorsal horon qismi bu o'z navbatida sezgi bo'ladi. Ya'ni tanadan kelayotgan sezgiga nima bo'ladi? Nervlar bilan kirgan bo'ladi. Anterior, ya'ni mana bu qism yoki anterior horon yoki ventral horon bo'lgan bo'lsa harakat, demak bu oldingi shoxi javobgar bo'ladi. Endi o'z navbatda torasiklarda lateral horon ham bo'ladi. Ko'krakda bu asosan simpatika nerv sistemasining, avtonom nerv sistemasining shoxi hisoblanadi. Demak, bu normada anterior horon, o'z navbatda ventral horon yoki bitta ko'z ma'no bildiradi. Bular nima? Harakatdagi dorsal sezgi. Endi tashqaridan kelgan spinal nervlar bo'ladi. Birinchi, demak, dorsal root ganglia sezgi kelayotgan nerv. Endi dorsal root ganglia bilan o'z navbatda dorsal shoxiga kiryapti. Dorsal shoxiga bu sezgi. Bundan keyin bo'ladigan bo'lsa, sezgi o'z navbatda nimaga yuqoriga ko'tariladi. Bu yuqoriga ko'tarilishda mana bu atrofdagi white matterlar bu traklar, nerv tolalaridan iborat bo'ladi. Masalan, mana bu qism dorsal column yoki medial lemniscus deydi. Vibratsiya hamda joyda turish sezgisi muvozanatga javob beradigan qism hisoblanadi. Bu joylarda masalan lateral cortical spinal, spinothalamic traktlar mavjud bo'ladi. Demak, white matter bu o'tkazuvchi, bu bo'lsa nima bo'ladi? Neyronda asosiy qism hisoblanadi. Bular bo'lsa aksonlar. Demak, biz buni gaplashib oldik. Yaxshi, endi neuronal development embriologik paytda qanday rivojlanardi deb oladigan bo'lsak, biz boshida mavzularda gaplashganmizki, birinchi navbatda 2 haftali embrionda 2 qavatli hujayra bo'ladi deb aytgandik. Bular masalan epiblast hamda gipoblast. Keyin 3-haftaga o'tgandan keyin bu epiblast gipoblastga botib kirish natijasida nima bo'ladi dedik? Mezoderma hosil bo'ladi. Endoderma, mezoderma hamda ektodermadan iborat bo'ladi. Aynan shu paytda demak bizda birinchi navbatda tashqi tomonda neural plate, ya'ni nerv egachasi yoki bo'lmasam botiqchasi hosil bo'ladi. Uni pastda esa notoxord bo'ladi. Demak, notoxord hujayralar bo'ladi. Keyinchalik neural plate notoxordga tomon neural fold, ya'ni nerv egachasini hosil qilishni boshlaydi, ichkaga botib kirib. Neural folddan keyin bu ichkaga to'liq botib ketib, neural tub, ya'ni nerv nayini hosil qilib beradi. Nerv nayini hosil qilib berdi. Tashqarida bo'ladigan bo'lsa, mana bu qismda
qolgan hujayralar bor. Bu qism naval crest cell hujayralar bo'ladi. Demak, naval crest cell hujayralar va tashqi tomonda o'zlari ikkita dema yopilib ketyapti. Demak, bu qisqacha nimasi edi? Rivojlanishi edi. Demak, naval plate, keyin naval fold ketyapti. Demak, nima bo'lyapti? Naval plate, naval fold, keyin naval tube hosil bo'lyapti. Demak, notoxob tomon yo'nalyapti. Endi notoxob bu keyinchalik nima hosil qilib beradi deydigan bo'lsak, notoxob bo'ladigan bo'lsa, bu o'z navbatda nucleus pulposus, intervertebralniy disk to'g'risida nucleus pulposus hosil qilib beradi. Qaysiki bu naval plate o'sish uchun nima bo'lyapti? Inducer chaqiruvchi bo'lyapti. Demak, biz hozir mana bu joyda, mana quyidagi rasmda, demak bu umurtqalar aro disk bo'ladi. Buni atrofida mana bu qanday annulus fibroz halqa markazda bo'lgan bo'lsa, nucleus pulposus. Demak, nucleus pulposus bo'lgan notoxobdan qoldi, bu kattadan nucleus pulposus bo'ladi. Bu o'z navbatda jelatinsimon modda bo'ladi. Buni vazifasi amortizatsiya vazifasini bajaradi. Ya'ni yuk tushganda bu ezilib o'ynaydi. Endi mabodo annulus fibroz yirtilib qoladigan bo'lsa, bu joydan nucleus pulposus chiqadi, natijada atrofdagi nervlarni ezadi. Demak, mana bu joyda gideta joylashgan bo'ladi. Bu nucleus pulposus bu chiqib turib, misol uchun mana bu tomonda nervlarni ezib qo'yib, nima bo'ladi? Grijaga sabab bo'lishi mumkin bo'lar ekan. Demak, yaxshi, nucleus pulposus nimadan hosil bo'lishini gaplashib oldik. O'z navbatda naval plate deyapti, o'z navbatda naval tube hosil qilib beryapti hamda naval crest cell hujayralarni hosil qilib beryapti. O'z navbatda naval tube nervni lateral devori ikkiga bo'linadi, alar hamda bazal plate'ga bo'linar ekan. Demak, alar plate'dan yoki dorsal tomonda nima hosil bo'ladi? Dorsal yuzay yoki bo'lmasam posterior horn nima bo'ldirdik? O'z navbatda sezgi. Ya'ni nima hosil qilib beradi? O'z navbatda dorsal plate yoki bo'lmasam dorsal hornni hosil qilib beradi, posterior hornni. Bu nima hisobiga bu sezgi bo'ladi? Dorsal horn aytganimizdek, ventral bo'lsa harakat. O'z navbatda bu bone morphogenetic protein BMP genni hisobiga yuzaga keladi. Demak, induce chaqiriladi shu genni hisobiga. Endi basal plate yoki bo'lmasam ventral horn, basal plate keyinchalik ventral hornni hosil qiladi. Bu motor harakatdagi ventral, ya'ni oldin harakat dedik. Bu o'z navbatda sonic Hitchcock geni hisobiga induce, ya'ni chaqiriladi. Demak, spinal cord bilan komplementatsiyonlanadi. Ya'ni bu dorsal sezgi, ventral horn bo'lsa harakat vazifasini bajaradi. Nima qaysi genlar hisobiga chaqirishini bilib olishimiz kerak ekan. Demak, basal plate sonic Hitchcock, alar plate bo'lsa BMPs. Endi o'z navbatda homebox gen deyapti, naval tubni segmentatsiyasi, cranial caudal differensiatsiyasiga nima bo'ladi? Namoyon qilib beradi yoki bo'lmasam nazorat qilib beradi. Homebox genlar o'z navbatda naval tub segmentlari, qaysi segmentda qanday rivojlanishi yoki bo'lmasam bosh hamda dum tomonining differensiatsiyasini, demak, chaqirib beradigan gen bu homebox ekan. O'z navbatda homebox yana bitta xosligi barmoqlarda yoki boshqa organlarda alohida maxsus rivojlanishni ta'minlaydi. Endi homebox defekt hisobiga sindaktiliya, qo'lda qo'shilib ketishi yoki gipospadiya urogentalniy uretra ochilishni pastda joylashish hisobiga yuzaga keladi. Homebox geni masalan barmoqlar alohida bo'lishi yoki urogentalniy uretra ochilishda glands of penisda bo'lishini ta'minlaydi. Shular buzilsa, demak, barmoqlar alohidasi qo'shilib ketadi yoki gipospadiya yuzaga kelishi mumkin ekan. Endi naval tubning defekti nimalar bo'ladi desa, mana yerda naval tub bo'ldi, ponni yopilib ketdi. Buni ustidan endi o'z navbatda mezoderma. Mezodermani ham biz 3 ga bo'lib o'rganamiz. Paraksial, intermediat, lateralniy bo'ladi. Biz hozir konkretni paraksialniy mezoderma bu joyda ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni paraksialniy mezodermadan dermatom, sklerotom, miotom hosil bo'ladi.
dermatom, miotom, sklerotom bo'ladigan bo'lsa, sklerotom yoki bo'lmasam nima deydi? Bu birinchi navbatda suyak hosil bo'ladi, ya'ni umurtqa yoyi hosil bo'ladi. Undan keyin miotom hosil bo'ladi, mushak bo'ladi, undan keyin tashqarisi dermatom bo'ladi. Demak, 3 qavat bo'lib, umurtqa poni yopilib ketadi, orqa miya kanali ichida bo'ladi. Katta odam tasavvur qilasiz, hech qachon ochiq bo'lmaydi. Bunga sabab o'sha mezodem o'sib kelib, suyak yoyini yoniki mana bu yoyni hosil qilib beradi, buni ustidan mushaklarni hosil qilib beradi, buni ustidan teri. Demak, o'z navbatida sklerotom, miotom hamda dermatom bu mezodermani. Demak, bu umurtqani nima qilib yopib beryapti. Endi shunda neural tub defekti nimalar bo'ladi deydigan bo'lsak, xuddi shu yopilish nima bo'ladi? Defekt uchraydi. Birinchisi spina bifida acuta. Spina bifida acutada nima bo'ladi? Aynan sklerotom, ya'ni skelet umurtqa yoyini, umurtqani qisqacha tasavvur qilib oladigan bo'lsangiz, sizlar bilasizlar, umurtqani tana qismi bo'ladi, o'z navbatida yoy qismi bo'ladi. O'rtada pedikul oyoqchalari, processus transversus, processus spinosum, processus transversum ko'ndalang o'simta hamda uzunchoq o'simtalardan tashkil topgan. Xuddi shuni yoy qismidagi suyak demak rivojlanmay qoladi. Bu spina bifida acuta qanday namoyon bo'ladi? Aynan shu bel, bu asosan lumbosakral sohada bo'ladi, bel sohada bo'lgani uchun o'sha umurtqaning tepasida demak bo'rtib teridan dimpling, ya'ni bo'rtib chiqish yoki bo'lmasam biroz tuk o'sib qolgan bo'ladi. Ikkinchisi meningoseliya. Meningoseliyada nima bo'ladi? O'z navbatida orqa miya kanalining ichidagi orqa miya pardalari ham chiqib qoladi. Orqa miya pardalari bilamiz, 3 qavat pardadan iborat bo'ladi. Qattiq parda duromator, o'rtadagi o'rgamchilik simon parda, arachnoid, eng pastki yumshoq orqa miya qoplagan bu piematr. Demak, 3 qavatli tashkil topgan bo'ladi. Endi bunda subarachnoidal, demak arachnoid osti orqa miya qolyapti. Lekin arachnoid bilan duromator ham nima bo'lyapti? Tashqariga chiqyapti. Subarachnoidal bo'shlam tashqariga chiqib olyapti aynan umurtqadan teri ostiga. Demak, meningoseliya, meningel pardalar ham qo'shilib chiqyapti. Oxirgisi mielomeningoseliya deyiladi. Mielomeningoseliya nima bo'ladi? Unda orqa miya ham qo'shilib chiqib qoladi. Demak, biz buni gaplashdik. Endi o'z navbatda mieloshizis, endi bunda mielomeningoseliani aytdik. Mieloshizis degan holat bor. Bunda neural tub defekt orqa miya o'zi chiqib qoladi. Hech qanday to'qimasiz yoki bo'lmasam nima bo'ladi? Teri yoki meningeal coveringsiz, ya'ni meningeal pardalarsiz orqa miyani konkretniy o'zi chiqib qoladi. Mieloshizis deyiladi. Demak, dum tomonda, o'sha bel tomonda orqa miya konkretniy ochilib qolishi, hech qanday terilarsiz. Mielomeningoselliyada bo'lishi mumkin, yupqa teri bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Lekin meningeal pardalar bo'lyapti. Mieloshizisda bo'lsa konkretniy terisiz meningeal pardasiz orqa miyani o'zi chiqib qoladi. Endi anencefaliya bo'lsa, bu ham ochiq neural tub defekt bo'ladi. Bunda rostval, ya'ni bosh tomondagi nerv nayni yopilishini buzilish hisobi yuzaga keladi. O'zim men sizlarga qisqacha aytsam, orqa miya nerv nayi bo'ladigan bo'lsa, mana bunday turda bu tomon bosh bo'lsa, head, bet caudal bo'lsa, endi nerv nayni yopilishi mana bu o'rtadan bo'ladi-da, ikki tomonga nerv nayi yopilib ketadi. O'rtadan periferiyaga tomon. Agar bu tomonda yopilmay qolishi, ya'ni mana bunday ochiq qolishi, nima mieloshizis deydi. Endi mana bu tomon bosh tomonda, mana bu joyda bosh bo'lsa, mana bu joyda yopilmay qolishi orqa miya bosh tomonda. Bu anencefaliya deydi. Anencefaliyada nima bo'ladi? Rostral nervapor. Ya'ni bosh tomondagi nerv nayni yopilmay qolishi hisobi yuzaga keladi. Bunda o'z navbatida forebrain oldingi miya sharlari rivojlanmaydigan bo'lsa, kalvar ochiq bosh suyagi, kalla suyagi ochiq bo'ladi yoki bo'lmaydi. Ko'pincha deyapti poligidramnoz bilan hisoblanadi. Chunki miyada yutish markazi nima bo'ladi? Rivojlanmagan bo'ladi yoki yo'q bo'ladi. Buni open kalvarium yoki anencefaliyasini ham boshi rivojlanmagan bo'ladi, rasm keltirib chiqarib beradi. Demak, bu neural tub defektlar ekan. Endi nerv nayi ham jiyaga o'xshab dastlab yana biz aytganimizdek nay ko'rinishda bo'ladi.
Xuddi shu naval tubdan endi miya, bosh miyani rivojlanishi haqida gaplashamiz. Demak, 3 ta qismga bo'lib oldik. Forebrain, midbrain, hindbrain. Demak, 3 ta qism bor nervlarning. O'z navbatida uni bo'shliq bor, cavities hamda devorlar mavjud bo'ladi. Demak, birinchi 3 ta pufakcha. Forebrain yoki ikkinchi nom parazencephalon. Bunda nima rivojlanadi? Telencephalon hamda diencephalon rivojlanadi. Telencephalondan bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik bu 5 talik qopchali vaqtga dastlab 3 ta vesicle, ya'ni 3 ta nayli bo'lsa, keyinchalik 5 ta nayga o'tyapti. Telencephalon, diencephalon, mezencephalon, metencephalon hamda mielencephalon. Endi 5 talikka o'tyapti. Endi telencephalonda nima rivojlanyapti? Devoridan miya yarim sharlari hamda bazal yadrolar. Bazal yadrolarga putamen, globus palliduslarda kirgizdiga. O'z navbatida bo'shliqdan bo'lgan esa lateral qorinchalar. Hamda 3-qorincha rivojlanyapti. Diencephalondan bo'ladigan bo'lsa, talamus bilan gipotalamus. Hamda retina. Ko'zda demak, to'rt pardasi bo'ladi retina. Eng tubidagi. Demak, buni gaplashdik. Ikkinchisi midbrain. Midbrainda o'z navbatida mezencephalon rivojlanadi. Mezencephalon esa midbrain. O'z rivojlanadi hamda cerebral aqueduct, Silviy suv yo'li. Cerebral aqueduct rivojlanyapti o'z navbatida. Demak, cerebral aqueduct bu 3 bilan 4 qorinchaning o'rtasidagi yo'l, o'tib yo'li. Hindbrain rhombencephalondan bo'lgan metencephalon, mielencephalon rivojlanadi. Metencephalondan Ponus cerebellum rivojlanyapti. Mielencephalon bo'lgan brain stemda miya hisobini eng oxirgi qism medulla rivojlanyapti. Demak, metencephalonda bo'shliqning o'z navbatida 4-qorinchaning yuqorgi qismi, 4-qorinchalar pastki qismi bo'ladigan bo'lsa, bu nimadan rivojlanyapti? Mielencephalondan rivojlanyapti. Demak, buni nima rivojlanishi biz yodlab olishimiz kerak ekan. Demak, sentralniy hamda periferal nerv sistemasining rivojlanishi. Demak, neural tubda nerv epiteliy hujayralaridan markaziy nerv sistemasi neyronlar rivojlanadi. Ya'ni bu ektoderma bo'ladi. Hamda markaziy nerv sistemasining glial hujayralar, enaga hujayralar, astrositlar, oligodendrotsitlar hamda ependimal hujayralar rivojlanyapti. Demak, bu neyronda supraaktiv qiladigan yoki bo'lmasam glial hujayralar hisoblanar ekan. Ikkinchisi bo'lsa neural crystal. Neural crystalda biz dastlabki mavzularda gaplashganmiz, yana aytamiz, periferik nerv sistemasi neyronlar, dorsal gangliya, avtonom gangliyalar, simpatik hamda parasimpatik hamda enterik. Hamda o'z navbatida glial hujayralar periferik nerv sistemasining shimal hujayralar, satellite cell, monosatellite cell, astrosit, ependimal celllar vazifasini bajaradi. Hamda glyukoza muvozanati, kaliy bufferligini ham bajaradi. Hamda adrenalniy medulla. O'z navbatida mikrogliya hujayralar bo'lgan bu mezodermadan rivojlanadi, ektodermadan emas. Bu demak makrofaglar bitta turi hisoblanar ekan. Nima bu mikrogliya hujayralari? Endi shu rivojlanishda malformatsiyalar haqida qisqacha gaplashamiz sizlar bilan. Demak, brain malformation. O'z navbatda keyinchalik bu tug'ma malformatsiyani tuzatish qiyin bo'ladi hamda o'z navbatda hayot yashash sharoitini juda ham qiyinlashtiradi. Ya'ni nogiron qilib qo'yadi desa bo'ladi. Birinchisi galloparencephaliya. Galloparencephaliya nima? Bu o'z navbatda forebrainda, ya'ni parazencephalonda ikkita yarim sharlarga ajramasligi. Demak, miya ikkita yarim shar bordir, ular ikkiga ajramay qoladi. Odatda embrional rivojlanish 3-4 haftalarda yuzaga keladi. O'z navbatda neyroporlarni hozir qo'shimcha qilib aytib ketay. 25-kunda rostral, por yopiladi, ya'ni bosh tomondagi, 27-kunda kaudal. Ya'ni dum tomonda yopilish 27-kunga, bosh tomonda yopilish 25-kunga to'g'ri keladi. Buni aytib ketyapman. O'z navbatda hozir galloparencephaliya 3-4 haftalarda demak rivojlanishda defekt hisobi yuzaga keladi. Asoratlanishi Sony Hitchcock mutation hisobi yuzaga keladi genini. O'z navbatda Patau sindromi bilan birga kelishi mumkin. Patau trisomiya 13 hamda fetal alkohol sindromi bilan birga kelishi mumkin. Demak, nimalar bilan namoyon bo'ladi? Midline defektlar bilan monoventrikular, ya'ni bitta qorincha, o'zida ikkita qorincha bo'lishi kerak edi. Endi bunda
Bitta katta qorincha bo'ladi, lateral qorinchalar qo'shilib ketganlar. Bazaliyada bilan juft bo'ladi, ular ham qo'shilib ketgan bo'ladi o'z navbatida. Bundan keyin cleft lift, cleft plate bo'yidagi quyonlar, gipotelevizm, ya'ni ko'zlar bir-biriga yaqin joylashishi, siklopiya bitta ko'zni peshonada joylashishi o'rtada. Demak, hamda proboscis bo'znar burunni katta bo'lishi hisobi bilan birga kelishi mumkin ekan. Demak, keyinchalik bu o'zida pituitary disfunksiya sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni gipofiz bezini funksiyasini buzilishi olib kelishi mumkin. Keyinchalik bu diabetes insipidus, ya'ni qandsiz diabetga sabab bo'lishi mumkin. Chunki gipofiz orqa bo'lagidan o'zida ADH ishlab chiqaradi, organizm vazifasidan yarim Keyingisi lysencephalon o'z navbatida neyronal hujayralar migratsiyasini buzilish hisobiga yuzaga kelgan holat. Bunda miya silliq bo'lib qoladi. Miya hamshirlar bilamizki, egat hamda o'z navbatida sulki hamda jayra, ya'ni egatchalar hamda do'mboqchalardan iborat bo'ladi. Ya'ni miya hamshirlarni bilamiz. Mana bunday silliq emas, aksincha mana bunday g'adir budur ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni sulki hamda jayra. Sulki va jayralarni tashkil topgan bo'ladi. Shularda bo'lmasligi hisobiga o'z navbatida nima bo'ladi? Miya silliq bo'lib qoladi. Bu lysencephalon deydi. Bu g'adir budur bo'lishiga sabab miya hamshirlarni. Bunga asosiy sabab nima deymiz bu? Demak, yuzar hajmini oshirish bo'ladi. Nima bilan namoyon bo'ladi? Ya'ni disfaga yutishni buzilishi, sezib tutqanoqlar hamda mikrosefaliya hamshirlar kichkina bo'lishi hamda yuzdagi anomaliyalar bilan birga keladi. Endi posterior fossa malformatsiya, fossa media, fossa anterior hamda fossa posterior. Orqa fossa posteriorda asosan bizda nima joylashgan? Brainstem hamda cerebellum miyacha joylashgan. Demak, shularga bog'liq bo'lgan patologiyalar. Birinchisi Arnold Chiari malformatsiyasi 1. O'z navbatida cerebellumni tonzil qismini foramen magnumdan pastga tushib qolishi. Rasm. Mana bu joydan ya'ni bu qismdan, ya'ni foramen magnum bu bosh miya bilan orqa miya ajratib turuvchi liniya. Shundan pastga mana bu qism tushib bo'lyapti. Shundan, demak, pastki qismga cerebellum tonzillar pastki qismi tushib qolsa, miyachani bu o'z navbatida Arnold Chiari 1 bo'ladi. Bitta struktura tushyapti, rasmda ko'rdik. Odatda deyapti, bu bolalikda asimptomatik bo'ladi, keyinchalik katta bo'lganda deyapti, bosh og'rig'i hamda cerebellar dysfunction, ya'ni miyachan funksiyasini buzilish hisobiga keladi. Miyachan funksiyalar biz muvozanat ushlash, harakatni, demak, koordinatsiyalashtirish kabi funksiyalar bajaradi. Masalan, cerebellar dysfunction, demak, yurishni buzilish, gait yoki dismetriya, orientatsiya buzilish hisobiga buzilish kabi holatlar bilan sabab bo'ladi. Asoratlanishi, demak, spinal cord cavitation, seromiyalingiya bilan asoratlanadi. Pastda gaplashamiz. Seromiyalingiya, ya'ni orqa miya kanalining shprissimon kengayishi. Endi Chiari malformatsiyasi 2. Bu o'z navbatda foramen magnumdan cerebellumda vermis hamda tonzillar, ya'ni chuvalchangsimon qismi hamda tonzillar qismini pastga tushishi. Plus medulla, uzunchoq miya ham pastga tushib ketadi. Uzunchoq miyani ham pastga tushish hisobiga yuzaga keldi. Demak, bu ko'proq qismi. Bu o'z navbatida non-communicating hidrocephalus, ya'ni stenoz yoki torayishti hisobiga yuzaga kelgan gidrosefaliyaga sabab bo'lishi mumkin. Gidrosefaliya bu miya qorinchalar ichida bosim oshib ketish hisobiga miya qorinchalar kengayishi bu gidrosefaliya deydi. 2 xili, 3 xili bor: communicating, non-communicating hamda ex vacuo. Bunday non-communicating gidrosefaliyaga nima bo'ladi? Sabab bo'ladi. Ya'ni shu qorinchalar sistemasida yo'lda bekilish hisobiga yuzaga kelgan holat. Bu o'z navbatida Chiari 1dan og'ir bo'ladi. Odatda erta yoshlarda namoyon bo'ladi. Yutishni buzilishi, nafas olishda hansirash yoki nafas olish qiyinlashishi, qo'l oyoqlarda holsizlik bilan namoyon bo'ladi. Asoratlanishi mielomeningoceliya bilan asoratlanadi. Mielomeningoceliya orqa miyani, demak, tashqariga chiqib qolishi, yupqa teri yoki terisiz. Odatda lumbosakral bel hamda dumg'asiz holat olib keladi. Keyingisi Dandy-Walker sindromi. O'z navbatida cerebellar vermisda, demak, ikkita miyachani
yarimchani o'rtasi ushlab turgan qismi bu cerebellar vermis bo'ladi. Shuni yaxshi rivojlanmaslik hisobiga yuzaga keladigan holat bo'ladi. Buning natijasida 4-qorincha kistasimon kengayib ketadi. Mana bu joyda ko'ryapsizlar. Demak, kistasimon kengaygan 4-qorincha. O'z navbatda bu posterior fossani to'ldirib turadi. Bu keng bo'shliq asoratlanishi bu ham non-communicating gidrosefaliya hamda spina bifida bilan birga keladi. Demak, biz buni gaplashdik. Bu Dandy-Walker sindromi ekan. Demak, seromiyalingiya, ya'ni orqa miya kanalining markaziy kanalining kengayib ketishi. Bu syrinx grekcha so'zdan olib naycha yoki syringe shpris degan xuddi shprisga o'xshagan naycha ma'nosini bildiradi. Biz dastlab ko'rgandik birinchi rasmimizda. Demak, mana bu sentral kanalda kengayib ketishi bu seromiyalingiya ekan. Demak, sentral kanal kengayib ketyapti, seromiyalingiya holatiga sabab bo'lyapti. Demak, suyuqlik bilan to'lgan o'z navbatida gliosis line cavity, ya'ni suyuqlik bilan to'lgan gliozlangan bo'shliqda kengayishi rasmni ko'rsatyapti, ya'ni orqa miya kanali kengayishi. O'z navbatda bu white commissure, anterior white commissure gidetda mana bu soha, ya'ni oldingi kesishma sohasi nima qiladi? Zararlashi mumkin birinchi. Shuni hisobiga cap like loss of pain temperature sensation bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? O'z navbatda lateral spinothalamic tract. Lateral spinothalamic tract bor, ya'ni qo'llardan o'z navbatda og'riq hamda harorat sezuvchi sezgi keladi-da, bu sezgi kelib turib qarama-qarshi tomon kesib o'tadi ikki tomondan. Qarama-qarshi tomon kesib o'tib turib, bu o'z navbatda lateral spinothalamic tract bilan miyaga ketadi, talamusga. Ya'ni haroratni hamda o'z navbatda nimani? Og'riqni sezish. Bu narsa jarohatlangan hisobiga mana bu kesishma soha ikki tomonlama qo'llarda og'riq va haroratni sezish buziladi birinchi navbatda. Bu keyinchalik kengayish hisobiga anterior hornni jarohatlanishi mumkin. Anterior horn jarohatlasa, anterior hornning vazifasi bu harakatni buzilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni mana bu qismgacha kengayib ketsa, bu harakatni buzilishiga sabab bo'ladi. Eng ko'p uchragan joyi S2 bilan T9 regionida, ya'ni cervical 2 hamda thorax 9-lar orasida eng ko'p uchraydi. Asoratlanib kelishi Chiavi 1 bilan aytdik. Demak, kamdan-kam asoratlanib keladi. Boshqa malformatsiyalar, infeksiya hamda o'sma travmalar bilan, boshqa holatlar bilan asoratlanishi mumkin, lekin kamroq. Eng ko'p Chiavi 1 bilan asoratlanib kelishi mumkin ekan. Demak, bu nerv sistemasi embriologiyasi haqida qisqacha mavzuyimiz edi. Endi ikkinchi qismi bor. U o'z navbatda head and neck hamda faringal apparatlar haqida gaplashamiz.